Dunyodagi eng muhim energetika yo'laklaridan biri hisoblangan Tehron bo'g'ozidan o'tayotgan atrofidagi vaziyat keskinlashmoqda. Tarqalgan ma'lumotga ko'ra, Eron rasmiylari shu hudud orqali o'tayotgan xorijiy kemalardan xalqaro dengiz huquqi me'yoriga zid ravishda yirik miqdorda mablag' talab qilmoqda. Bloomberg yozishicha, Tehron bo'g'ozidan o'tayotgan ayrim kemalardan $2 million gacha pul undira boshlagan. Hozircha bu amaliyot rasmiy maqomga ega emasligi, har bir holat alohida yashirin kelishuv asosida kechayotgani aytilmoqda. To'lov qaysi valyutada, qanday yo'l bilan amalga oshirilayotgani ochiqlanmagan. Binobarin, ayrim yuk tashuvchi kompaniyalar o'tib olish uchun haq to'lashga majbur bo'lgan. Mazkur holat Eronning strategik suv yo'li ustidan nazoratni kuchaytirishga urinayotganini ko'rsatmoqda. Ayni payt Islom Respublikasi parlamenti ushbu amaliyotni qonuniylashtirish maqsadida maxsus qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Hujjat orqali xorijiy kemalardan Hormuz bo'g'ozidan foydalanganlik uchun rasmiy boj undirish tartibini joriy etish nazarda tutilgan. Tabiiyki, Fors ko'rfazi mintaqasidagi ko'p davlat vakillari tashabbusga keskin qarshi chiqqan. Ular iddao qilishicha, bunday to'lovni tan olish mintaqa davlatlarining Eronga iqtisodiy qaramligini kuchaytiradi. Hormuz bo'g'ozi jahon bozoriga yetkazib beriladigan neft va suyultirilgan tabiiy gazning qariyb 20% o'tadigan muhim strategik yo'lak hisoblanadi. Hudud orqali metall, o'g'it va boshqa sanoat mahsulotlari ham tashiladi. Shu bois bu manzildagi har qanday keskinlik global iqtisodiyotga bevosita ta'sir etadi. Xususan, qo'shimcha to'lov yuk tashish xarajatini oshiradi. Sug'urta xizmati narxi keskin ko'tarilishi natijada jahon miqyosida inflyatsiya bosimi kuchayishiga olib keladi. Vaziyat xalqaro munosabatlar nuqtai nazaridan ham murakkablashmoqda. Masalan, Hindiston hukumati Tehron talabiga rasman e'tiroz bildirdi. Dehli xalqaro huquq me'yoriga ko'ra, Hormuz bo'g'ozida erkin kema qatnovi kafolatlangani, hech bir davlat hududdan o'tish uchun haq talab qilishga haqli emasligini ta'kidlamoqda. Darvoqe, AQSh moliya vaziri Scott Bessent Washington hozircha global energiya bozorida taqchillik yuzaga kelmasligi uchun Eron nefti eksportiga to'sqinlik qilmayotganini bildirgan. Mabodo Tehron yangi tartibdagi to'lov shartini rasmiylashtirsa, AQSh va ittifoqchilar siyosiy va ehtimoliy harbiy keskinlikni yanada kuchaytirishi mumkin.